Mana quyilyapti. Shu holatda mana. Mana chekkalaridan umuman oqqan yorasi bor, ko'rishinglar. Original ruchkalardan qo'yilgan. Ligirovka bo'ladi 3 sm gacha. Qoliplar yamalmaydi. Mana shu holatda yog'lashgan. Shunday quyiladi mana. Buni ko'rishlar mumkin. Tagiga faqat yog' oqqan xolos. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Farg'ona shahar Marg'ilondamiz. Xo'p, Marg'ilonga bu yerga gazoblok apparatlarini olib kelib o'rnatib berdik. Mana xudo xolasa ustanovka qilib ish jarayoni bo'lyapti. Bu yerda mana bitta quydik. Ish chiqyapti. 15 minut oldin quyilgan bu gazoblok. Bu yerda mana shalkamiz. Subachoy 110 litrlik templari bilan mishalka yana o'ta baquvvat holatda tix ishlaydi. Mana o'ta shum baland biz. Bu yerga 12 ta qolib, paddoni 12 ta bo'lsa, 6 ta komplekt olib kelganmiz. O'sha 12 taga yuradi. 6 tani quyib turib, 3 soat, 4 soatda bo'shatib, keyingi mana 6 taga qo'yib turib quyishaveradi. Hozircha mana shunaqa qilib olib kelganmiz. Yana xudo xolasa bu yerga qoliplar qo'shiladi. Xo'p, shu hamma komplekti $3300 olib kelib o'rnatib berdik. 12 ta qolib, mishalka, subachoy, 1 tonnali yo'nkisi ham pastda bo'ladi. Uni hali montaj qilganimiz yo'q. Bugun hozir ko'rsatib berganim shularni qo'yib turibmiz. Mana qoliplarni ko'rsatib o'taman. Mana o'sha original ruchkalardan qo'yilgan. Ligirovka bo'ladi 3 sm gacha. Mana zazorlarini ko'rib o'tasizlar. Umuman zazor yo'q, bu qoliplar yamalmaydi. Mana shu holatda yog'lashgan. Shunday quyiladi mana. Buni ko'rishlar mumkin. Tagiga faqat yog' oqqan xolos, yog'i. Rastvor chiqib ketmaydi, qoliplarimiz umuman yamalmaydi. Shu holatda quyiladi. Hozir ko'rsataman ham quyilganini. Xo'p, agarda kimda ikkita qolipi bilan ham mana shu mishalka, subachoy hamma bilan oladigan bo'lsa, $1700. Qolip addenni $250 dan qo'shilib ketaveradi. Listlarimiz ham mana o'sha uchli rossiyskiy listdan profillari 8 ga 4, qalinliklari 2 lik bo'ladi. Atrofida mana yana qo'shimcha profil bo'ladi bunda. Mana listlar holati. Relsga moslangan qoliplar bular hozircha yerga qo'yishgan. Buni bemalol 4 ta balon qo'yib turib, tagiga relsga chiqarib olsa, bemalol bardosh beradi. Shuning uchun profillarni baquvvat qilib ishlaganmiz. Hozir mana pudralar, ximikatlari qo'shilyapti. Boshladi bo'lmasa mana quyishdi ham. Qopni qo'yib olmadilar-ku. Mana quyilyapti. Shu holatda mana. Mana chekkalaridan umuman oqqan yorasi bor, ko'rishinglar mumkin. Mana bunimiz ham mana ishib chiqdi, qolipdan ko'tarildi. Yana ishadi 1-2 sm. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Gazoblok kerak bo'lsa ham telefon qilaverasizlar. Nomerlarni ekranga qo'yib qo'yaman. Gazoblok hamda gazoblok apparatlari kimni qiziqtirsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar.